Orif aka, Labay. biz sizni internetdan topib keldik. Ya'ni Instagramda chiqmaganingizni sizni tanimasdik. Bu shaxsiy brend shunchalik bir zo'r narsa ekanki, odamlar shu orqali kimnidir topadi yoki savdosini shu orqali rivojlantiradi. Sizni bu ishni o'zingiz qilishingizga men ishonmayman. Kim yordam bergan yoki kimdir turtki berganmi? Ha, bu ishga bizni mana Navaringiz? o'g'lim bor, nabiram bor, o'g'li Abdurahmon. Bu bola haligi mobilograflikka o'qidi. Sizni shogirdingizni shogirdida o'qidi. Azga aytaman, meni shogirdimmi, ukasini shogirdi. Ha. Shu bolada o'qib, shu sohani ancha o'rganib, keyin bir kun aytdi, "Opodda" dedi, "shaxsiy brend qilaylik" dedi. U brending nimasi desam, siz tuyachilik haqida, boshqa haqida gapirasiz, men syomka qilaman. Instagramga chiqaramiz dedi. Bo'pti dedi u. Bizda shahrimizda har yili chorva hayvonlarning festivali bo'ladi. Shundan boshladi u. 2 oyda 59 ming obunachi bo'ldi. Voy mallada. Eng katta video necha million bo'ldi? Brutor. 1 million 400 ming. Bitta o'zidan tanishtirilgan videosini o'zi past 900 mingdan oshiq ko'rilishga ega bo'ldi. Bitta videodan 21 mingtadan oshiq auditoriya kirdi. Vashshi gap yo'q. Endi hozir ko'chada yursam, opodda, siz tuya boqasiz-a?" deydi. "Ha", deyman. Endi nima bo'ldi? Tuyalarimiz usti o'zi yomon emas, juda azataj bo'lmasa ham sotilib turardi. Endi mana 20 ta ko'proq tuyamiz tug'adi-yu, mana fevral, mart, aprel tug'ish mavsumi. Shunga biz xaridorga ehtiyojimiz bo'lardi. Mana hozir bugun sog'ilgan sutimiz bugun sotilyapti. Qo'l qo'liga tegmayapti deb eshitdim. O'sha ulgurmayapsizlar. Yana ko'proq tuya